Mana uchuq shularimizni bugun aylantirishga olib chiqqanmiz. Rita, Linda, Kurzhaar, Ruskiy Spaniel. Uchuqlarni orada bir olib chiqib, haftada yo'q deganda bir marta yoki 2 marta olib chiqib, mana shunaqa aylantirishlarni tavsiya beraman. Negaki uchuqlar ko'p vaqt bir joyda qolib ketganda, bu shaxsan o'zimda bo'lgan bu narsa. Ko'p vaqt bir joyda qolib ketgani sababdan itlar ozgina uzoqroq masofada ishlashni boshlaydi. Linda, Rita, kam. Ozgina uzoqroq masofada ishlashni boshlaydi. Uzoq ketib qoladi, qidirib. Shuning uchun iloji boricha olib chiqib, mana shuna har uzoqlashganda chaqirib oldingga uzoqlashtirmanglar. Rita, kam. Mana kelishyapti. Shunday qilib chaqirib, o'zlaringga o'sha mashqlarni qilib turinglar. Ammo Kurzhaarimiz hozir bir 10 kundan beri ko'chaga chiqmagandi. Olib chiqqanim jicha uzoqroq ishlayapti. Keyingi sizlarda shuna o'chitlar bo'lsa, sezon tugagan paytda ham bir olib chiqib aylantirib turinglar. Mana bu yerda. Mana shunaqa maza qilib yurishdi. Salqinda. Va, Rita. Linda, kan. Soy. Va, Rita, Linda. Soy. Linda, soy. Unaqa qilma. Bo'ldi. Bo'ldi. Давай, kam. Rita, Linda. Давай, вперед, ищи, давай. Anchadan beri bo'sh bo'lishmagan. Maza qilib o'ynashyapti. Agar sizlarda uchuqchu bo'lsa, maslahatlarimga amal qilinglar iloji boricha. Uchuqchularni agar bu sezonga zo'r ishlataman desanglar, albatta olib chiqib shuni qaylantirib turinglar. Keyin kunlar isiyapti, joylarini salqin qilinglar. Juda ham hali suvsizlikda qolib ketmasin itlar. Ko'pchilik obunachilarimiz so'rayapti, bizdan kommentarlarda yozishyapti, aka nimaga video qo'ymayapsiz, ko'rinmay qoldingiz deyishyapti. Endi o'zimiz shaxsiy ishlarimiz ozgina ko'payib ketib qoldi. Shu munosabatdan video qo'ya olmayapmiz. Iloji boricha harakat qilyapmiz video qo'yishga. Xudo xolasa, tez kunlarda yana o'sha obzorlar, qurollar to'g'risida har bitta qurolni alohida obzor qilish niyatimiz bor edi, uni ham qilamiz. Bizdan joylashmay turasizlar. Mana auditoriyamiz kundan-kunga kuchayib boryapti. Kundan-kunga ko'payib boryapti. Rahmat sizlarga buning uchun. Bizdan joylashmanglar. Hali bizdan juda ko'p foydali ma'lumotlar, foydali videolar chiqadi. Sizlarga manfaati bo'ladigan umiddaman. Mana keldi. Hammalarga rahmat, sog' bo'lib, bizdan joylashmanglar. Yana ko'rishamiz.